Amerika Davlat Majlisining Xitoy ishlari komiteti 16 noyabr o'zining 2022 yillik Xitoy kishilik huquq dokladini e'lon qilib, Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizgan irqiy qirg'inchiligiga Xitoy oliy rahbarligining yetakchilik qilganligini bildirgan. Doklad ko'rsatilishicha, rasmiy hukumat hujjatlariga qarata ilib berilgan analiz bu irqiy qirg'inchilik siyosatiga Xi Jinping va boshqa oliy darajalik rahbarlarning yetakchilik qilganligini yangi dalillar bilan ta'minlagan. Dokladni sungan parlament a'zolari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga mas'ul yuqori darajali Xitoy amaldorlarining jazolanishini talab qildi. Bengal musulmonlari 1933 yili va 1944 yili 12 noyabr qurilgan ikki jumhuriyatni xotirlash kunida Sharq Turkiston xalqini qo'llab, Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlariga ziyonkashlik qilishiga qarshi namoyish qildi. Osiyo xabarlarining xabar qilishicha, Bengal musulmonlari 12 noyabr Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur musulmonlarini lagerga tutqun qilish qilmishlariga qarshi turib, o'zlarining Uyg'ur musulmonlarining yanida ekanligini bildirib, Xitoyni lagerga tutqun qilingan Uyg'urlarni qo'yib berishga chaqirgan. Xabarda qayd qilinishicha, 12 noyabr tushdan keyin Bengal musulmonlari Dakkaga joylashgan Dakka universiteti atrofidagi Shambagh davlatlik muzeyi oldida namoyish qilgan bo'lib, namoyishga 600 dan ortiq kishi qatnashgan. Yaponiya bosh ministri Fumio Kishida va Xitoy prezidenti Xi Jinping Tailandda o'tkazilgan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'inida 100 turani ko'rishdi. Bu yig'in ikki davlat rahbarlarining 3 yildan buyongi tunji qitimliq 100 turani uchrashishi bo'ldi. Egilishicha, Kishida Tayvan bo'g'ozining tinchligi va muqimligini qo'g'dashning lozimligini ta'kidlab, ikki davlat bexatarlik sohasida aloqani saqlashga qo'shilganligini aytdi. Amerika hukumati Eronga neft ximiya mahsulotlari va neft setishni qo'llaydigan Xitoy, Hong Kong va Arab Birlashma Xalifaligidagi shirkatlarga jazo yurgizishni qaror qildi. Amerika Moliya ministrligi bayonotida jazo belgilash uchun bekitilgan 13 shirkat Eron davlat neft shirkatini o'z ichiga olgan shirkatlarning Sharqiy Osiyoda Eronning neft ximiya va neft mahsulotlarini setishga qulaylik yaratib bergan. Bu yilgi 5-qitimliq embargo tizimligi bo'lib, bu bizning Eronning qonunsiz faoliyatlarga qulaylik yaratib bergan shirkatlarga qarshi irodamizni namoyon qiladi dedi. Xitoyning janubidagi Guangdong o'lkasining markazi bo'lgan Guangzhou shahridagi Xayzhou rayonida g'azablangan ommaning tunugun kechda Xitoy virusiga qarshi karantin sababidan ta'sis qilingan to'saqlarni o'rvatganligi bayon qilindi. İjtimoiy taratqulardagi voqealarga oid bo'lgan ko'rinishlarda 5 noyabrdan boshlab qattiq karantin qilish tadbirlari bilan yashayotgan atrofdagi aholilarning qo'g'dinish punktida saqchilar bilan talash-tortish qilayotganligi va shuarlarni to'layotganligi ko'rildi. Bu tadbirga qarshi turgan kishilarning to'saqlarni tepib buzishga uringanligi o'tirg'a chiqdi.